Assalomu alaykum. Hurmatli podpisчиклар, obunachilar. Musofir TV'ning obunachilari, musofirda yurgan jamiki obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bunaqay bizning qisqagina yana bitta obzor kelganimizga o'zi bir hafta bo'ldi. Tugatamiz deb ravat bir hafta deganda mana tugatib endi shu xudo xolasa balkalari bor. Vaqt ko'p olgan narsa mana shu silish kun vaqt topjar 7 metr balandlikda ikkinchi etajning ustiga da okey balkalari ravat bitta xudo xolasa. Pagoda bo'lsa bugun vafshim udar pagoda bo'ldi-da. 7 gradusmi 8 ga chiqdi, men bilmayman. Plyusovый pagoda. Okey. Armaturlarni chiqarib olganmiz. Xudo xolasa. Endi armaturni boshlaymiz. Balkasi bor mana, balka ketgan. Portofkalarni qo'yganmiz jaka. Biz bo'lsa ravatni tugatdik buni. Xudo xolasa. Meniki ertandan boshlab inshaalloh armaturni gaziga talib boshlaymiz inshaalloh. Hop. Mana shu Musofir TV'ni qo'llab-quvvatlab turingizaq, jamoat, musofirda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, kim bizni kuzatayotgan bo'lsa, 60% biz podpiska ko'rilyapti-da. 40% podpiska qilingan odamlar ko'rsatib turibdi analitikada. 60% biz podpiska ko'rilyapti. Iloji bo'lsa podpiska qo'llab-quvvatlab turingizaq. Manakay o'rmonlar shu bu yoqda mana dom, bunda yashaydigan uyi polna. Manakay eno letni o'tirib dam oladigan joyi. Uni nima deydi? Bu ana banida qishqi yozgi banisi. Yozdagi, qishdagi dam oladi-da bular. Okey, biz bo'lsa endi mana shuni qo'ysa, ikkinchi etajning usti kirishasi diryan. U yoq bilan endi qanday chopsa o'zlari biladi. Ishtirladi. Jiyagida vakruk balkasi bor. Mana shu taraf mana shunday 12 likdan hamut vakruk balka ketadi. Balkasi bor, vakruk. Keyin buning ichida balkasi bor, 25 lik, jiyakdiki 12 lik, o'rtaniki 25 lik balka. Hop. Podpisчиклар, sen qayerda desang, biz mana shu dachaning Sankt-Peterburgning Belый остров degan joyida. Сторона ближе Зеленогорск. Shu tarafda. Xudo xolasa buni ham bir armaturiga ketadi bir
3 gün. İnşallah 3 günde tugatsak Xudo xolasa. Çarşamba, kelayotgan çarşamba, payshanba kunlarga inşallah bitanni olamiz deb harakatida. Mana shu yerdan. Endi ro'zamizga 23 mart bugun. Menimcha 23 bugunchisi da bozor kun. Shu dachani ham biz fanirovatini bo'ldik. Fanirovati bo'ldi. Endi faqat armatur. Только obzor armaturda ketadi Xudo xolasa. Bu yerda bo'lsak yana bir Xudo xolasa bir ertaga bir yana bitta yangi obyektimizni bir sham kun borib bir obzor qilamiz. Shunaqa hurmatli podpischiklar, like bilan kommentariya bilan qo'llab-quvvatlab turingizaq. Kommentariyaga yozingizaq. Nimaiki bizda nimaiki kamchilik bo'layotgan bo'lsa, shu videodan problema yoki nimaiki narsadan bo'lsa mana bitta emas, ikkita mikrofon bor. Ovozlar pichi tiniq yarki apreppa yo'qmi? Shuni ham bir izohda yozib qoldiringizaq. Chim bo'lmasa keyin bunda kamera bor. GoPro. Telefonda bo'lmayotgan bo'lsa, GoProda olamiz. Shtobi ulam silishkim ul gigabaytni kattalik qilyapti. 5 minutlik 7 minutlik yoki 10 minutlik kamera qilsa, ul bitta kamera где-то 2 gigabayt, 1,5 gigabayt megapiksellik katta bo'lib ketyapti. Qo'yish, silishkim qiyin bo'lyapti. Timbol yana bu yerda to'lqin yo'q. Svязь yo'q. Silishkim dolga zagriska bo'lib qo'yilishi ham pichi problem bo'ladi. Shunga u kamerada ola olmayapman. Shu telefonda. Telefon ham normalni. Hayır. O'zlaringiz kommentariyada yozib ketingiz, короче. Agar telefonda bo'lmayotgan bo'lsa, ovoz yaxshi, qanday? Iloji bo'lsa like bilan, podpiska bilan qo'llab-quvvatlab turingiz. Kommentariyada nimaiki unalaringiz bo'lsa yozib qoldiringiz. Что bu atvet beraman kommentariyani o'qib. Shunga qarab harakatini qilamizda inshaalloh. Shunaqa gaplar. Charchamangiz, omon bo'ling'iz. Ro'zalar bilan charchamaygana. Soatim necha bo'ldi hozir? 5:30 bo'libdi. 2 soat vaqtimiz qoldi. Xudo xolasa o'zi chiqarmayim. Inshaalloh. Shunaqa gaplar. Lekin do'stlar, mana shu Musofir TVga o'tib, obuna bo'lib, like, podpiska qo'llab-quvvatlab turingiz. Bosamiz. Inshaalloh hali biz yangi chiqib kelayotgan blogerchami, bloger deymizmi? Endi bloger nima desak, nima desalaringiz deysizlar-da, короче. Shu endi yangi ishimizni, faoliyatimizni boshladik. Asosda chiqarib boraveramiz. Qayerda ishlasak ish jarayonlarini olib, mana shu Petrda, Sankt-Peterburgdan ko'rib turgan, Moskvadan, Tojikistondan obunachilar mana shu Musofir TVning, Musofirda yurgan barcha obunachilarga charchamangiz, g'ayrat qiling'iz. Hay mayli, nima ham deymiz. Sog' bo'ling'iz, omon bo'ling'iz. Shu bizim ishimiz. Endi bu yoq Xudo xolasa faqat shu ish jarayonini chiqarib boraveramiz. Shu Musofirda yurgan birontaning agar shaxsiy bilan anonsi bo'lsa, nomerimni xohlasalar men bilan muloqotga chiqadigan
Agar onalaringiz bo'lsa, men bilan biron nimani so'rab gaplashaman desalaringiz, nomerimni qoldiraman. 8952 3-6 3-5 1 nomerim. Shunday, mana dachalar bo'lsa, pagoda bo'lsa, вообще zo'r dachalar. Bugun sosetlar dam olgani keldi. Shashlikchani qilib o'tirib uyga ketdim, nima qilsa qildi, короче. Maniki. Bizim ish jarayonimiz shulardan iborat. Hay, mayli, nima ham deyman? Bosingizoq, like bilan shu podpiska qilib, obuna bo'lib qo'yingizoq. Sog' bo'lingizzoq.